So'radingiz, bizda yangiliklar juda ham ko'p. Ko'chkamiz ochildi, lekin bunga 5% chegirma. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi deganning sababini qilish va 24 oyga aka o'zini pulini bo'lib to'laydi. Eng qizig'i 4,5 million ham 4 million ham tushyapti aka. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive aytmayman. Islomjon aziz do'stlar, Jack M3 M4 avtomashinasiga qiziqqan obunachilarimiz uchun batafsil video ko'rsatganmiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga pozitsiya qilsanglar, aytgancha, ya'ni Jack Samurai avtomashinasini ham batafsil videosini ko'rsatganmiz. Videomizni boshladik. Farg'onali Marg'ilonli akalarimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda Marg'ilonda do'stlar Jack Motors avtosaloni ochildi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yangi filial qulluq bo'lsin, charchamasdan. Inshaalloh. Qarang, Jack Motorsda nima yangiliklar? 5% hali ham amal qilyaptimi yoki yo'q? Qaysi mashinalarga rastroshka bor? Bo'ldi aka, yangilik so'radingiz. Bizda yangiliklar juda ham ko'p. Yangiliklar to'planyapti aka. Birinchi o'rinda Jack Samurai avtomobilimizga hozirda rastrochkalarimiz ochildi aka. Rastrochkamiz ochildi, lekin bunga 5% chegirma. Ya'ni 19,700 ming so'm chegirma narxida ham hozir turibdi avtomobilimiz. Xohlagan rangingizda. Lekin Jack M4'imiz hozirda tushuntirib o'tsam buni ham aka. M4'imizga rastrochka yo'q, lekin boshqa to'lov usullari bor. Ya'ni boshlang'ich 25%, 30% bilan 60 oygacha to'lov usullari bor. Uni menimcha ulgurmayapti shekilli mashinalar. Sababi boya ertalab ko'rganda ikkita odam olib ketayotdi. Shunday aka. Undan tashqari menimcha yaqotda tushdi shekilli, mashina chang holatda turibdi. Chang ertalab issiqina turibdi aka. Gap yo'q. Bu yerda mana ko'rib tursiz, bir-biridan chiroyli M3'larimiz. Hozirda bir oyga bunga ham chegirma ochdik. Ya'ni 5% chegirma. Eslasalaring 205 million so'mlik avtomobilimiz chiqarib berayotdik. Hozir yana o'sha holatga xudo xolasa qaytardik. Buni ham endi bir sababi bor. Endi O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi deganning sababini qilish va endi hali nima qilish turish xudo xolasa. Chunki 5% chegirmalarni ham ochib qo'ydik. Inshaalloh kimda kim qiziqsa do'stlar, eng qiziqarli tomoni vani ham bor bu mashinamizda, skorisi ham bor. Xohlasangiz firmaga, xohlasangiz liniyaga, xullas muammosi yo'q. Optimga ham, donaga ham kelishning imkoniyati bor. Yana bitta yangiligi qolib ketmasin aka. Bularga eng qizig'i liniya chekalarimiz rasm so'rashdi. 24 oyga 5% rastrochka ochib qo'ydik. Adam bo'lmasa. 24 oyga aka o'zini pulini bo'lib to'laydi. Eng qizig'i 4,5 million ham 4 million ham tushyapti aka. 4,5 million 50% to'lasa, boshiga necha pul to'laymiz? Sug'urta, boshqa nimalar bilan 110 milliongacha borishi mumkin. 110 million atrofida. Shunday. Tushunarli. Buni ham yengil ko'rsatib bering do'stlar. Qani ochiqmi bu mashina? Mana. Mexanika korobka do'stlar. E'tibor berasizlar. Materialni sidina. Xo'p, 1, 2, xo'p 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Shunday. 9 ta o'rindiqlik do'stlar. Xullas, xohlasangiz bunaqa rangi bor, xohlasangiz bunaqa. Xullas, qora desiz qora, oq desiz oq, muammosi yo'q. Xudo xolasa, bexijolat, Bexijolat. Yana bitta yangiligimizni aytib o'tay. Eng katta yangiligimiz xudo xolasa Farg'ona shahar ichidan Farg'ona darvoza yoni, ya'ni Marg'ilon City ro'parasi ko'chdi. Bu narsa aytmasak bo'lmaydi xudo xolasa. Albatta barchangizni mana yangi filialimizda yangilangan, skidga yangilangan rastrochkalar bilan kutib olamiz. Inshaalloh. Qaranglar do'stlar, eng lokatsiyasini ham tushuntirib o'taman, yana ham jaydarroq qilib do'stlar. Qaranglar, manzilni tushunib olinglar. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Ya'ni yangi tushgan Marg'ilon City. Marg'ilon City'da ro'parasida do'stlar avtosalon. Kimda kim qiziqsa bosib o'rsalaring bo'ladi. M4 ni ham ko'rsatib ketsak, to'g'risi bu mashinalar kamyob bo'lganligi uchun kamroq ko'rsatamiz. Sotuvi ham yaxshi, Xudoga shukr. Buni ham sotuvi o'ziga yarasha. Demoqchimanki do'stlar, qaranglar. Ya'ni yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas deyshadi. Hozirgi kunda unaqa emas. Ya'ni yaxshi narsa bo'ladimi yoki yo'q, o'sha konkurensiya kuchaygan sari bir-biridan o'targan takliflar juda ham ko'p berilyapti. Misol uchun 5% taklif berilyapti. Bundan tashqari misol buni ham ochiq qilib sotilganda paytida. Temboli hozir bunga rastrochka ham ochilibdi. Bosib o'rgan joyi yo'q, rastrochkami yoki nasiya savdomi? Aka, bularga hozirda nasiya savdosi ham bor, rastrochkasi ham bor, yana boshqa to'lov usullari ham bor. Hamda
eng qizig'i 5% chegirmasi ham bor. Voy 5% chegirma do'stlar. Besababdan besabab bo'lmayapti. Ya'ni do'stlar, bu narsa bekiyatda iltimos qilib, to'g'risi 5% li chegirmani ushlab qolishga harakat qilindi do'stlar. Sababi xalqni o'ylagan holatda. Endi qaranglar, bu mashina ham o'ziga yarasha tema. Keling, bu mashina ichini ko'rsatmadik, yaqqol ko'rsatsak, nima deysiz? Bemalol, kelavering. Do'stlar qaranglar. Voy. Yon tomondan ochilishlari, sidinalarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konditsioneri bor. Bitta ikkita o'rindig'imiz ham bor avtomashinada. Qaranglar, monitorlari o'zigacha tema. Nima deyapti mashinani? Sekingina yopamiz do'stlar. Qaranglar. Xo'p, buni narxi qancha? Buni narxi 243 million so'm. Yana boshqa to'lov usullari bor. Uni batafsil pastdagi nomerlarda bir aytib o'tamiz, telefon qilishsa. Inshaalloh do'stlar, kimda kim qiziqsa pastda raqamlar qoldiramiz do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz do'stlar Jack Sunray avtomobilimiz. 16 o'rinli avtomobilimiz bo'ladi. Bularda ko'chada uchrashishingiz mumkin. Juda ham hozir ko'paydi. Inalarga, turizmlarga qo'shyapti avtomobilimizni. Inshaalloh, qaranglar do'stlar, lekin mashinani voy. Qaranglar, bitta chiqamiz. Sidit manetlari, material, talaqa qo'shimcha jihoz qilishi shart emas. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta. 14 ta. Buni zavod holatda hozir bu. Shunday, zavod holatida. Yana bunga bitta qilib, qo'shimcha jihoz qilib 20 ta atrofigacha qo'yishib olyapti endi. Voy, gap yo'q. Sirenalar o'zgartirib. Do'stlar, monitorlarimiz ham bor, do'stlar, ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari deflektorlar ham bor. Har bitta odamga issiq kunida rasa menimcha mos keladi. Xo'p, garantiyalariga keladigan bo'lsak, bu mashinaning garantiyalari qanaqa? Garantiyalari, xo'p, 3 yil garantiya, 100 ming probeg. Qaysi biri endi birinchi kelsa, motor, zatnimiz, korobkasi bo'ladi, aslonoy bo'ladi, garantiya. Tushunarli. Eng qiziqarli tomoni, bu ham o'zimizda ishlab chiqarilyapti, hammasi o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Xudo xolasa, kimda kim qiziqsa, bemalol kelaverasizlar. Jack Motors Farg'ona filialiga do'stlar. Inshaalloh, menimcha to'liq informatsiya bo'ldi. Kam ko'sti bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar do'stlar. Telefon qizib ketyapti. Shuning uchun kelinglar, undan ko'ra test drive qilinglar. Nima deysiz? Shunday aka. Kelishsin yoki pastdagi nomerlarga aloqa etsa, bitta lokatsiyalar tashib beramiz, yangi lokatsiyalarimizni. Inshaalloh. Siz nomingizdan kelishsa, bonuslarga yana bonus qo'shib beramiz. Voy. Inshaalloh, gap, xudo xolasa. Gap aka. Inshaalloh, gap yo'q. Kimda kim qiziqsa, bemalol kelaverasizlar do'stlar.